Bu yerga hamma ham kira olmaydi, lekin biz sizga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bu yer bizni steril zonamiz hisoblanadi. Shuning uchun ichkariga kirish uchun maxsus kiyimlarni kiyib olamiz. Reanimatsiya bo'limimizda har bir koykani tepasida maxsus havo tozalagichlar o'rnatilgan bo'lib, bu havo tozalagichlarning afzalliklari ulardan kelayotgan havo bakteriotsid xususiyatga ega bo'lib, shifoxona ichi infeksiyasini oldini olishga yordam beradi. Bu sun'iy nafas oldirish apparati. Nafas ola olmayotgan bemorlar uchun hayotga qaytarish imkoniyati. Bu monitorlar orqali biz saturatsiya, yurak urishi va arterial bosimni 1 soniya ham to'xtamasdan kuzatamiz. Bu QVS, eng nozik, eng himoyaga muhtoj hayotlar uchun maxsus muhit. Bu funksional to'shak, bemorning holatiga moslashib, har bir harakatni yengillashtiradi. Bu yerda esa barcha zarur dori-darmon va reanimatsion vositalar bir zumda tayyor turadi. Chunki bu yerda vaqt yo'qotish mumkin emas. Bu yerda biz faqat davolamaymiz. Biz hayotni qutqaramiz. Ko'rib turganingizdek, bu reanimatsiya bo'limimiz. Biz haftasiga 7 kun, 24 soat og'ir holatdagi bemorlarni qabul qilishga tayyormiz. Biz Meros Hospital klinikasimiz.